Shunaqa paytlar bo'ladi, hayot ma'nosiz bo'lib qoladi, zerikarli bo'lib qoladi, hech narsadan qoniqish his qilmay qolamiz-da. Agar shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bekorga bu yoqda emassiz. Siz uchun kerakli oladigan qanaqadir bitta momentingiz bor, o'shaning uchun ko'ryapsiz bu videoni. Men ishim, professiyam bo'yicha juda ham ko'p insonlar bilan gaplashaman, ko'p hayotlarni ko'raman-da. Bugun o'zim shu narsani his qilib qoldim. Hayotimizda bizning ehtiyojimiz bo'lgan har bitta inson, ehtiyoji bo'lgan hamma narsamiz bor-da. Lekin mana shu to'kin sochillik ichida hamma narsa bor bo'ladi. Shu narsani ichida ham bizani nafsimiz qoniqmaydi. Aytishadi-ku, insonning nafsi o'lgandan keyin, insonning ko'zi o'lgandan keyin tuproqqa to'yadi deyshadi, to'ladi deyshadi-ku. Ungacha baribir ham anoni mana buni xohlaymiz, intilamiz. Bu juda ham yaxshi. Nimagadir intilishimiz, nimalarnidir xohlashimiz, lekin shu intilishimiz bizani hozir yashayotgan hayotimizdan sovutib qo'yadi. Mana hozir ko'ring-da, nimadirlardan qoniqmaymiz, nimadirlar yoqmaydi, noliymiz, mana bu bo'lsaydi, mana bunaqa bo'lmasaydi degan narsa bo'ladi-da. Agar hozirgi hayotingizdan mamnun bo'lmasangiz, hozir bor narsalaringizdan xursand bo'lmayotgan bo'lsangiz, bilasizmi nima qiling? 5 yil oldingi, 10 yil oldingi, 1 yil oldingi sizga orqaga qarab ko'ring. Qanchalik hozir siz baxtli ekaningizni, oldin xohlagan sizni ehtiyojlaringiz hammasi hozirda borligini ko'rasiz. Balki orqaga qaraganingizda o'zingizni yomon paytlaringizni ko'rmassiz. Balki zo'r bo'lgandir, hozir yomondirsiz. Agar shunaqa pozitsiyada bo'lsangiz, sizdan pastroqda turgan insonlarga qarang. Biz ko'pincha bor narsalarimizni qadrlamay qo'yamiz. Ya'ni shukr hissi yo'qolib qoladi. Shukr qilaman deyish faqatgina og'iz bilan bo'lmaydi-da. Shukr qildim, alhamdulillah degan bilan bu holatga kirishimiz kerak. Bu holatga kirish uchun, buni his qilish uchun orqaga yoki pastga qarashimiz kerak. Sizdan yomonroq yashaydigan insonlarga qarang. Sizdan yomonroq yashaydigan sharoitlarga qarangki, o'zingizdagi barakani, o'zingizdagi farovonlikni ko'ring. Hozirgi hayotimizdan qoniqmay qolamiz-ku. Men bu yo'q deb sanab beramiz. Men bu bo'lmayapti deb sanab beramiz. Lekin oldingi sizni ehtiyojlaringizga qarasangiz, hozir oldin shu holatingizni orzu qilgan bo'lasiz. Orzu qilgan bo'lasiz. Qarang. 2 yil orqaga nazar soling, 2 yil orqadagi sizga nazar soling. 5 yil orqadagi sizga nazar soling. Hozir siz o'sha xohlayotgan hayotingizda yashayapsiz. Lekin qanaqa? Norozichilikda, noshukurchilikda, qoniqmaslikda, nimadir yoqmayapti, mana bu bo'lsaydi, mana bu bo'lsa baxtli bo'laman. Har doim biz shunaqa aytamiz, bilasizmi? Mana bu bo'lsa baxtli bo'laman, mana bu kelsa baxtli bo'laman. Lekin hech qachon mana shu qoniqish, baxtni to'liqligicha his qila olmaymiz. Nega? Chunki hozirgi holatimizdagi, hozirgi sharoitimizdagi bor narsalarni ko'ra olmaganimiz uchun. Bizani baxtga, huzurga, baxt, huzur his qildiradigan narsalar bu anu bo'lsa, mana bu bo'lsa, bolam bo'lsa, erim bo'lsa, uyim bo'lsa, mashinam bo'lsa, sayohatga chiqsam, anaqa qilsam, milliard dollarim bo'lsa, keyin hech qachon keyin bo'lmaydi. Bu narsalar bizga baxt hissini, xotirjamlik, qoniqish hissini bermaydi. Nafs har doim yana deydi. Baxt, huzur, shukr hissini beradigan narsa, holat bu hozir sharoitimizdan, hozirgi holatimizdagi bor narsalarni ko'ra olishimiz, bor narsalarga qadriga yeta olishimiz. Va bilasizlar, orqasidan yuguraveramiz, bo'lmaydi-ku. Nega? Bor narsani ko'ra olmayotganimiz uchun. Bizga mana buncha narsa berildi deb, mana ol, senga berdim.
ko'r. Manimcha narsani ko'ra olmaymiz. Buncha narsani hech qanaqasiga ko'ra olmaymiz. Ko'ra olmaymiz. Buncha narsani ko'rgan odam bundarog'ini ham ko'ra oladi. Bundarog'ini ko'rgan odam bundarog'ini ham ko'ra oladi. Shuni ko'r birinchi. Ko'r. Buni ko'rmaganimizdan keyin hayotimizga muammolar beriladi, nimadirlar beriladiki, misol uchun sog'ligingiz olib qo'yishi mumkin. Ey Allohim, bu sog'ligim bor ekan o'sha paytda, farzandlarim sog'ligi uchun, o'zimni sog'lomligim uchun, yana nimadir uchun shukr hissi ani qalbingizdan kelganidan keyin mana shu muammoingiz ketishi mumkin. Mana shu muammoingizni olib tashlashi mumkin. Men bu videoni birinchi audioda yozmoqchi bo'ldim, lekin videoda yozsam YouTube'da qoladi, balki keyinchalik ham insonlarga foydali bo'lar degan maqsadda videoga yozaman dedim. Hozirgi bizdan, hozirgi sharoitingizdan qoniqmagunizcha, rozi bo'lmagunizcha undan keyingisi berilmaydi. Hozirgi sharoitingizdan, hozirgi holatingizdan qanaqa qilib rozi bo'lasiz? Bitta pastga sizga qarab, ikkita pastga qarab rozi bo'lasiz. Bo'lmasa ungacha ko'ra olmaysiz. Ko'ra olmaysiz. Misol uchun men 5 yil oldingi menga qarasam, alhamdulillah, hozir xohlayotgan hayotimda yashayapman deya olaman. Siz ham shunaqa deysiz. Sizni hozir ehtiyojingiz bo'lgan hamma narsangiz bor. Uyingiz bor, ovqatingiz bor, farzandlaringiz bo'lishi mumkin, oilangiz bo'lishi mumkin, ota-onangiz bo'lishi mumkin. Farzandga zor insonlar bor, bilasizmi? Turmushga chiqolmayotgan ayollar bor va orzu qilishadi, mayli qanaqa bo'lsa ham bitta meni hayotimda bitta erkak bo'lsa edi, yonimda turadigan. Siz hozir qadrlamayotgan turmush o'rtog'ingizni, qadrlamayotgan oilangizga eng kamiga ham rozi insonlar bor. Mayli qanaqasi bo'lsa ham bo'lsa edi. Yonimda bitta inson bo'lsa edi, farzandim bo'lsa edi deydigan insonlar bor. Lekin biz hozirgi sharoitimizdan, hozirgi munosabatlarimizdan qoniqmaymiz. Nega? Chunki yana ham ko'prog'ini xohlaymiz. Men o'zim aytardimki, doim oldinga intilish kerak. Hozir shu fikrimni o'zgartirganman. Oldinga intilish kerak, lekin orqaga qarash esingizdan chiqmasin. Orqaga qarash esingizdan chiqardingizmi, bo'ldi, sizda shukr hissi yo'q bo'ladi. Qoniqish hissi yo'q bo'ladi. Baxt, rozichilik hissi bo'lmaydi. Rozichilik, baxt, qoniqish bo'lmagandan keyin siz men yuguring, dabitsa qiling maqsadlaringizni, sellaringizni olib keling, u yerda sizga xohlayotgan sostoyaningiz, holatingiz bo'lmaydi. Xohlayotgan holatimiz bo'lmagandan keyin moddiy narsalarni hech qanaqasiga qizig'i yo'q, hech qanaqasiga. Moddiy narsalarning orqasidagi bizga nima kerak? Holat kerak o'sha yerdagi. Misol uchun men sayohatga chiqsam, sayohatga chiqishni nima qiling? Mazza qilamiz, yangi joylarni, boshqacha ощущениялар bo'ladi-da. O'sha yerda shu holatni his qila olmasangiz, u sayohat sizga hech narsa bermaydi. Nol degani pustoy degani. Bekordan bekorga vaqtingizni, bekordan bekorga pulingizni sarfladingiz degani. Har bitta moddiyatning orqasida biz holat xohlaymiz. Va holatni hozir biz ichimizda his qila olmasak, hozir biz o'zimizga yarata olmasak, ertaga kelmaydi. Boy bo'lib ketganingizdan keyin kelmaydi. Oila qurganingizdan keyin kelmaydi. Xuddi o'sha narsaga erishgandan keyin hozirgi holatingizni his qilasiz. Aytmoqchi bo'layotgan narsam, bor narsangizni ko'ra olmayapsizmi? O'zingizdan pastga qarang. Qarang qanaqa ko'rishni boshlaysiz. Hozirgi sharoitingizdan qoniqmayapsizmi? 10 baravarsidan yomon yashayotganlarga qarang. Nimaga zakot beriladi? Nimaga sadaqa qilishimiz kerak? Nimaga puli bor odamlarni puli yo'q insonlarda haqqi bor deyiladi, bilasizlarmi? Kambag'allarni, boy insonlarni topayotgan pulida haqqi bor deyiladi. Nimaga? Farovonlikda, boylikda yashayotgan inson
majburiyat qilingan bu, bilasizmi? Inson o'zidan past yashayotganning oldiga borib, unga yaxshilik qiladi, unga nimadir bergandan keyin alhamdulillah deydi, ya'ni o'zini holatiga shukr qilishni boshlaydi. Vot ma'nosi qayerda ekan, qaranglar. Zakot berishi, sadaqa qilishi ma'nosi qayerda? Aslida bu odam uchun bermayapti u sadaqasini. Xayrini u odam uchun qilmayapti, o'zi uchun qilyapti. Ya'ni o'zidagi boylikni, o'zidagi barakani yana ham ko'paytirish uchun. Shukr hissi kelish uchun. Tasavvur qiling, hozir siz nogironli uyga bordingiz va o'sha yerda o'zingizni qanaqadir xayr ehsoningizni qilyapsiz. Bilasizmi, qanaqa to'lib kelasiz o'sha yerdan. Qanaqa shukurda kelasiz. Biza qadrlamayotgan mana shu 10 ta barmog'imiz, 2 ta qo'limiz, 2 ta oyog'imiz qadrlamayotgan shu tana a'zolarimiz qanchadan qancha insonlarda yo'q. Va shunaqa insonlarning oldiga borib yaxshilik qilasiz, xayr ehson qilganingizdan keyin ichingizdan to'lib kelasiz. Ey Allohim bergan ne'matlaringga shukr deysiz. Xayr ehsonni ma'nosi qayerda ekan? Ya'ni o'zingni ichingdagi shukr hissini ko'paytirishda Alloh aytarkanki, ko'rsan senga bergan ne'matlarimni ko'rishing uchun aslida ularga xayr ehson qilmayapsan, ularga yaxshilik qilmayapsan, o'zingga yaxshilik qilyapsan. O'zingni ichingdagi bor narsangni kattalashtiryapsan. Ya'ni baraka bo'lish uchun borib xayr ehson qilgan, yaxshilik qiyin deylar ekan. O'shaning uchun hozir eng yomon sharoitda yashayapman deb o'ylayapsizmi? Hayotim meniki dabdalasi chiqib yotibdi deb o'ylayapsizmi? Ishoning, sizda ummatda yomon yashayotgan, ummatda og'ir sharoitda yashayotgan insonlar bor. Og'ir munosabatlarda yashayotgan insonlar bor. Orqangizga qarang. Hech qachon oldin kim bo'lganimiz esimizdan chiqishi kerak emas ekan. Oldin qanaqa sharoitda, qanaqa munosabatlarda yashayotganimiz esimizdan chiqishi kerak emas ekan. Chiqdimi bo'ldi, noshukrlikdasiz. Nolishdasiz. Chiqdimi bo'ldi. Yana doim oldiga qaraysiz, lekin har zamon orqaga qarashimiz bu bizning foydamizga ekan. Deyishingiz mumkin, million qarzingiz bo'lishi mumkin. Qanaqa qilib men hozir shu holatimdan men rozi bo'la olaman? Qanaqa qilib qona qolayman? Oldin men yaxshi yashaganman, millionlab qarzim bo'lmagan deyishingiz mumkin-da. Millionlab qarzingiz bor. Qarang, biz bitta mavzuni turmush o'rtog'im bilan gaplashamiz-da. Millionlab puli bor, lekin farzandi shunaqangi og'ir kasal. Butun molini sarfladi. Qarzga kirib ketdi. Hamma o'sha qarzga kirib ham o'sha davolata olmadi. Hamma o'sha endi ehson qilishni boshladi o'sha odamga deyaptilar-da. Ehson qilishni boshlaganidan keyin hech narsasi qolmadi. Qarzga kirib ketganidan keyin farzandi tuzaldi o'sha inson deyaptilar-da. Millionlab qarzingiz bo'lishi mumkin. Farzandingiz sog'lommi? O'sha qarzingiz qaysidir sizni sog'ligingizni evaziga yoki bo'lmasa o'zingizni sog'ligingizni evaziga nimangiz kimnidir olib qo'yib bo'lmagandir balki. Tushunasizmi? Bitta shu tarafidan ham qarang. Hozir ham shuncha qarzim bor, ham qaysidir yaqinimmi yoki o'zimni qanaqadir tana a'zoyim bo'lmasa edi, sog'ligim bo'lmasa edi, qanaqa bo'lardi? O'sha holatda bo'lganimda-chi? Xatabi men sog'lomman, oyoq qo'lim butun. Shu qarzga qanaqa kirgan bo'lsam, bundan shundoq chiqib keta olaman. Esingizdan chiqarmang. $100,000 qarzingiz bor bo'lsa, $300,000 sizni potensialingiz bor bo'lgani uchun bu qarzga kirasiz. Bo'lmasam kira olmaysiz. $300,000 sizni potensialingiz bor. $300,000 bemalol topolganingiz uchun faqat mana shunda kichkinagina anaqaga kirib qolasizda, ya'ni doirachani ichiga kirib qolasizda, o'shani ichida bo'lganingiz uchun chiqish yo'l ko'ra olmaysiz. Buni ichidan qanaqa chiqasiz?
mana misol uchun sizni $100,000 qarzingiz bor, lekin $1 million keladigan joyingiz bor. $100,000 qanaqa qaraysiz? Hal qilib yuboraman. Mayli, ozgina qiynalsam, qiynalmasman, balki qiynalarman ozgina. To'lab yuboraman, shuni deysiz, tushunasizmi? Qanaqa qaraysiz? $100,000 ga kichkina qaraysiz. Ana o'shanda muammoingiz hal bo'ladi. Endi siz $10,000 topasiz-da, lekin $100,000 qarzingiz bor. Bunaqa qaraysiz, katta voy deb qaraysiz. Ya'ni siz kichkinasiz-da, muammoingiz katta bo'lib qoladi. Bunda muammo hal bo'lmaydi. Qachonki muammoga siz spokойно qarashni boshlagan, har qanaqangi muammoga spokойно qarashni boshlaganingizda muammoni ochiladigan, muammodan chiqa oladigan eshiklaringiz ko'rinadi. Har qanaqangi muammoda spokойно bo'ling. Qo'yib yuboring o'zingizni, bo'shashtiring. Ana o'shanda muammoni hal qiladigan imkoniyatga kelishni boshlaydi. Tasavvur qiling, ongingizni shunaqa kengaytiring. Men bitta zo'r kitob o'qiganman-da, sizlarga ham tavsiya qilaman. Думай как миллионер. O'tda shunaqa tushuntirgan. Tasavvur qiling, hozir sizni misol uchun qarzingiz bor, lekin o'sha qarzingizdan ham ko'proq siz pul topa olasiz. Ko'proq pulingiz bor. Qarzingizga qanaqa qaraysiz? Xuddi shunaqa qarashni boshlang. Tasavvur qiling, sizda $1 million bor, $100,000 qarzingiz bor. Xuddi shunaqa qarang $100,000 qarzingizga. Va hayotingizdagi qoniqmayotgan muammolaringizni ham shunaqa qarang. Siz mana bizga nimadirlar yoqmaydi-ku, norozi bo'lamiz. Qachon qutulaman? Voy yuragim siqilib ketadi. Tezroq bo'lsa edi. Nima qilib yuboray? Psixolog bilan ishlab yuboraymi? Ani dorini ichib yuboraymi? Mana bu yoqqa borib yuboraymi? Sayohatga borib yuboraymi? Nima qilasiz? Mana shu kichkinagina zonangizdan qochmoqchi bo'lasiz. Qocha olmaysiz. Har qanaqasiga urining, qocha olmaysiz. Mana shu siqilayotgan joyingizda, mana shu komfort zonangizda kengayishni boshlasangiz, mana shu komfort zonangizda. Хорошо, xo'p. O'sha narsaga oddiy qarashni boshlaganingizda, ana o'shanga spokойствие bo'lganidan keyingina siz kattalashasiz. Keyin u muammoligidan chiqadi. Oxirgi gapim, hayotingiz sizga yoqmayaptimi? Hayotingiz siz xohlagandek ketmayaptimi? To'yib ketdingizmi? Hayotingiz ma'nosi yo'qmi? Orqangizga qarang. Pastga qarang. Sizdan yomon yashayotganlarga qarang. Oldingi balki siz yomon versiyangiz bordir, qarang. Qatdan qatgacha keldingiz. Birinchi o'rinda qoniqish, shukr hissini uyg'otib olasiz. Hozirgi sharoitingizdan qoniqish bo'lmasa, hozirgi sharoitingizga shukr bo'lmasa, keyingi etapni, keyingi sizni orzu qilmang. Qiynalib, nimadirlarni evaziga shu narsaga erisharsiz, lekin o'sha yerda siz xohlagan holatingizni ola olmaysiz, siz xohlagan baxtni ola olmaysiz. Lutfi hozir yarating ichingizda. Hozir ko'ring. Meni hayotimda shukr qiladigan narsam yo'q deydigan insonni o'zi yo'q. Yo'q. Nik Vuychichni bilasizlar? Oyog'i yo'q, qo'li yo'q. Shukr qilmasa shu inson qilmasligi kerak. To'g'rimi? Shu qilmasligi kerak. Qo'li ham yo'q, oyog'i ham yo'q. Bitta dona qo'li misol uchun bo'lishiga u nimalarni tikib yormagan bo'lardi, nimalarni berib yormagan bo'lardi. Million, milliardli ne'mat siz bilan menda bor. Bor. Insonlar o'sha bitta ko'zi yo'q insonlar ko'zi uchun nimalarnidir tikib yorishga tayyor bo'lgan bo'lishardi. Ko'zimizning megapikseliga iPhone 117 ni ham megapiksel yetmaydi. Tushunasizlarmi? iPhone 117 ni ham megapiksel yetmaydi. Ko'zimizning pikseliga. Ko'zimizni передавать qiladigan pikselni chiqaradigan, ko'rsatib beradigan hali apparat menimcha kashf qilinmagan. Qilingandir, lekin bez nichего ishlaydigan bu ne'mat milliardlarga, olmoslarga qiyoslab bo'lmasa kerak menimcha. Shunaqamisiz, hayotingiz qop-qorami? Ertaga nimagadir erishsangiz, qarzingizdan qutulib ketsangiz, eringiz zo'r bo'lib qolsa, xotiningiz zo'r bo'lib qolsa, bir narsa bo'lsangiz, baxtli bo'lib ketmaysiz. Shu sostoyaningizni kelajakka ham olib borasiz. Ha, to'g'ri, gazeta.
qisqa vaqt xursand qilasiz o'zingizni, qisqa vaqt aldaysiz. Lekin mana shu ichingizdagi bor narsa yana uyg'onadi. Men aytmoqchi bo'layotgan narsa, xohlayotgan narsangizni ertaga emas, hozir yarating. Xohlayotgan narsangizni ertaga emas, hozir ko'ring. Ko'pchilikni anaqasi bunday hozir eshitdim, boshqalarning hayotini ko'rdimda, shunaqangi men o'zimni sharoitim, munosabatim, oilam, boshqa qalbimdan shukur hissi keldida. Shukur bu tillik narsasi emas, tilda gapiriladigan narsa emas, aqlda o'ylab topiladigan narsa emas bu holat. Bu holat visokiy vibratsiyada, yuqori vibratsiya. Vibratsiyamiz ko'tarilganidagina buni his qila olamiz, bu holatga tusha olamiz. Shunaqangi ichimda shunaqa uyg'ondi, shukur hissi uyg'ondi, minnatdorchilik uyg'ondi. Alhamdulillah. Yoqmayotgan nechtadir narsam bor, qoniqmayotgandir nechtadir narsam bor. O'shalarga ham shukur. Mayli. O'sha yerda ham men xotirjamman. Yoqmayotgan narsalarning ichida ham, yoqmayotgan sharoit ichida ham men xotirjamman. Alhamdulillah. Sizga yoqmayotgan vaziyatga, sizga yoqmayotgan insonga, sizga yoqmayotgan sharoitga rozi bo'lmagunizcha, taslim bo'lmagunizcha, siz xohlayotgan sharoit, siz xohlayotgan inson, siz xohlayotgan vaziyat hayotingizga kirib kelmaydi. Esingizdan chiqarmang.